Do'stlar, hozir men uyga kelyapman-da, o'ylab o'tiribman. Fazliddin, tojikistonlik jangchi, o'sha inson bilan hali meni jangim bo'lgani yo'q. Lekin butun O'zbekiston mediasida, Tojikiston mediasida aylanyapti. Kimdir jang bo'ladimikin, kim Humoyun bilan jang qiladimikin, kim jangga chiqadimikin, chiqalmasmikin deb обсуждение bo'lyapti. Ko'pchilik insonlar bunaqangi bir e'tibor markazida bo'lganini ko'tarolmaydi. Ya'ni zvezdalikka chidalmaydi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Shu sabab bu balani hali bunchalik haypi bo'lmagan. Bunaqangi ko'tarib, buni zvezda kasalligi uchratib qo'ymaylar. Xudo xolasa hali bu bala menga kerak. Jang qilishimiz kerak, xudo xolasa. Xudo xolasa men tochka qo'yaman inshaalloh. Xudo xolasa yil jangi bo'ladi. Bu mendan sizlarga va'da bo'lsin. Olg'a O'zbekiston, olg'a o'zbegim. Sog' bo'ling. O'zga yurt amalidan